Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Wins va bugun sizlar bilan birgalikda Blockbuster modini ikkinchi qismini olaman do'stlar. Mana palsni qo'yib qo'yganman. Ya'ni birinchi qismda o'rgatmaganimda, ya'ni o'rgatganimda sizlar tushunmagan narsalarni mana shu qismda o'rganib olasizlar va noldan o'rgataman. Bu safar 5 ta yoki 6 ta qismli bo'ladi. Mana bu pals orqali bilib olasizlar, har bitta harakatimni. Buning uchun birinchi o'rinda Telegramga kiramiz va Wins Mods topamiz. Wins Mods opsiyaniyada yoki kommentariyada bo'ladi bolalar. Mana shu 3 ta modni saqlanib qilasizlar. Mana 3 ta nuqtani bosib saqlanib qilasizlar. Uni mods videoyimda o'rgatganman. Shuni qo'shganinglardan keyin kirasizlar Poja Launcherga. Internetimni o'chirib qo'ying deyman. Kirasizlar Poja Launcherga, igratni bosasizlar. Qanaqa o'rgatgan bo'lsam, xuddi shunaqa. Xo'p. Shtir bo'layotgan bo'lsa, ahamiyat bermanglar bolalar. Ilojim yo'q. Shunaqa teyin mishkalarni ulamasdan turib sizlarga o'rgataman. Mouse bossanglar, mana mishka paydo bo'ladi, buni bilasizlar. O'rgatishim shart emas. Xo'p. Poja Launcherga kirishini poylaymiz. A few moments later. Xo'sh, mana kiryapti Poja Launcherimizga. Shu oddiy ochasizlar, masalan, bu bitta mirror ochasizlar, menga o'xshab. Xo'p, kiryapti sekin. Ovozini pasaytiramiz. Mana bolalar, men nima deydi? Blockbuster men kirasizlar mana shunga Word'larga va mana bunaqa narsalar bo'ladi. Sizlarga do'stlar bular hech narsa bo'lmaydi. Mana ikkinchisiga kirasizlar, mana bundan bitta bossanglar Blockbuster kiradi. Mana shu yerdan mana modelni olasizlar. Boshqa narsalarga tegmaysizlar. Shuni olib turib mana. Xo'p, buni olganinglardan keyin, qo'yganinglardan keyin bundan bitta chiqasizlar-da. Bu yerdan Optionsga kirib turib, Controlsni bosasizlar va bu yerdan ozgina pastroqga tushsanglar, mana qaranglar. Ozgina pastroqga tushsanglar, Blockbusterda o'zi chiqib keladi, mana ko'rasizlar. Shunisiga mana qaranglar. Play and stop degani bu boshlash va to'xtatish degani. Tushunyapsizlarmi? Record sense replay degani buni yozib olish degani. Bunga bu bitta son qo'yasizlar. Masalan, 2 1 3 bu yo'qotish, pauza qilish degani. Mana shu uchalasiga qo'yasizlar va dowonni bosib turib chiqasizlar bu yerdan. Tushunganingizni sizlarni tushundinglar deb. Xo'p, bu yerdan bosib turib kirasizlar bolalar. Scenesni bosasizlar, ko'rasizlar, scenesni bosib turib, bu yerda sizlarda hech balo chiqmaydi o'zi. Men yo'ldan o'rgatib qolaman. Buni siqib tashlaydi hammasini. Mana shu holida, mana shu holida to'g'rirog'i plusni bosasizlar. To'g'rirog'i mana bu yerda plus chiqadi. Shu plusni bosib turib kirasizlar. Mana rekord ko'rasizlar, mana shu yerda plus bor. Shu plusni bosib kirasizlar-da. End replay bosib turib, mana shu yoqqa kirib qoladi. Endi bu yerdan bolalar end replay bosasizlar. Bu yerda o'sha ana qo'shilib ketyapti. Mana plusni bosasizlar to'g'rirog'i. Hop, endi bu yerda mana keyboard bossanglar, любой bitta nom qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, video uchun. Xuddi shunaqa qilib qo'yasizlar-da. Bu yerda mana pastiga plusni bosasizlar. Plusni bosganingizdan keyin pickni bosasizlar. Pickni bossanglar, mana har xil modellar chiqib keladi. Shu modellar orqali любой bitta model tanlaysizlar. Masalan, mana bu tulkini robot tanlaylik, tinchgina. Robotni tanlab turib X bosasizlar-da, bu yerdan chiqib turib, вообще-то chiqib ketasizlar. Endi qaranglar. Boyga qo'ydik, to'g'rimi? Masalan, 2 ni qo'ydik. 2 ni qo'yganimizdan keyin 2 ni keyboard bosib turib 2 ni ochsak, mana o'sha yozishni boshlaydi bolalar mana. Robotga aylandim, yozishni boshlayapti o'sha. Qilgan harakatlari hammasi esda qoladi. Mana buzib tashyapman va reski yana to'xtatish uchun 2 ni bosasizlar. Bo'ldi, tamom. Yana joyiga qaytib qoladi-da, endi uni play qilasizlar. Play bossanglar mana 1 ko'rasizlar. Mana robot qimirlaydi. Boya qilgan ishlarim hammasini qaytaradi. Bizadi ham, hamma har balo qilib beradi. Qisqasi video olsanglar bo'ladi. Mana bunday qilib
preview yasasanglar ham bo'ladi. Buni o'zim alohida o'rgataman. Mana bu jitil masalan qo'shilganda bunaqa jitil oddiy chiqmaydi sizlarda masalan millioner jitil va robot unaqasiga o'tkazib turib animatsiya qilishni ham keyingi videolarda o'rgataman. Hozirgi videoda aynan shular edi va bolalar qaranglar. Bu videoni oldin bularni oldin ham o'rgatganman. Shuning uchun endi skin qilishni o'rgataman, ya'ni skin qo'shishni. Xo'p. Skin qo'shishni keyingi videoda o'rgataman alohida qilib. Ertaga chiqadi bolalar. Mana masalan chumdinglar degan umiddaman. Vashchi ancha esimdan chiqibdi bolalar lekin. Qisqasi shunaqa bolalar. Mana bu yerda Wins'ni qo'yganman masalan, ya'ni o'zimman va robot Jitel Wins mana shunaqa qilib qo'yib, bundoq qilib turib skrinshot qilib olsanglar, preview yasab olsanglar ham bo'ladi bolalar. Xo'p, hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Wins bo'ldi. Videomiz yoqdi degan umiddaman. Juda ham oddiy bo'ldi va juda ham kam bo'ldi, lekin sizlar tushundinglar degan umiddaman, chunki bu videomiz aynan mana shu telefonda o'ynaydiganlar uchun edi. Keyingi videoda albatta bolalar skin qo'shishni o'rgataman, ya'ni mana shu jitillar qanaqa paydo qildimman, shuni o'rgataman bolalar. Bo'lmasa videoga 10 ta like bosamiz, 10 ta likedan keyin keyingi video chiqadi bolalar. Hammaga xayr.